Ikki etajli uy qurgan akalarimiz bu videoni o'tkazmaslikka harakat qilaylik. Navbatdagi vintovoli lestnitsamizni aparatkasini eshitdik. Kачестволariga ham, figurasiga ham o'zingizlar bir baho berib qo'yasizlar. Mana bu o'rtasi 30 santimetr bo'lgan. Bemalol yurib chiqsa ham keng. Balandligi 16,5 santimetrdan bo'lgan lestnitsa. Xudo xohlasa. Tevadan ko'rinishini ham bitta qilib qo'yasizlar figurasiga. Taglarga ham gul solib berganmiz bitta. Bemalol tushib chiqishga udobniy lestnitsa bo'lgan. 70 ga kirgan odam ham bemalol yurib chiqishga qiynalmaydi. Burchaklari ham keng bo'lgan. Burchak ham 2 metr bo'lgan, o'zim. Eng kichik joyi 1,20 bo'lgan lestnitsa. Ko'pchilik mana shu TVga haqini qoldirmaydi. Uy egalari mana shu yerga parket qilaman deganlarga 3 santimetr haqini olib ketirgan. Shu narsani ham. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.